Oltun küz. Bir çağda yap-yeşil ko'ringan paxta etizlari amdilikda oq oltin dengiziga aylangan. Aşu mehnat ve bereket bilan to'lgan güzel vadida dehqonlarning saq bir yil jafoliq to'kkan ta'rining bebaho mevasini yig'ib olish qaldirayotgan vaqt yetib keldi. U xuddi dehqonlar shodligiga yana shodlik ato qilmoqchi bo'lgandek bog'larda mevalar may bog'lab pishgan, uningdan hasaldek shirin tomgan, hamma o'z halakchiligi bilan aldirash yurayotgan dehqonlarmi, savdogarlarmi halol mehnatidan kulgan chog' yetib keldi. Dehqonlar boy bo'ldi. İskilotları açlıqqa, yançuqları pulga to'shdi. Lekin mana mushundaq bayashat turmush kechirayotgan mezgilda yaqqa yurtlarda sarson bo'lib yurganlarmi? Paxta terib o'z turmushini qamdayotganlarmi? Yo'q emas. Ularning ichida uchisi yalang'och qanmisi shukr deydigan, qo'shiq to'ysa mamnun bo'ladigan bechoralarmi? Yo'q emas albatta. Yo'lovchilar, bir soat tomoq yeyish vaqti bor, darhol tushib tomoq yeyinglar. Yana yo'l yurmasak bo'lmaydi. Ay, menglar. Taptakun, diyenas. Oh, yakta. Mana. Opa, kuzgun içip gitti. Biz mi tomak yiyeceğiz? Obdan kızım, mallarını yep durun. Yana azraq malsaq bardıgan joyimizni yetib boramiz. Men shu chaqda sizga chiqayotgan narsalarni yeb beraman. Bo'limi, meni qizim deb ollaydi. Oy, sizlar tomoq tushmadinglarmi? Bizning qo'ziqimiz oshmadi. Usta, samsidan 10 dan keviyding, ha? Ma'qul. Mana, rahmat. Yaq. Yer kirasizmi? Ha, ma'qul. Ma'qul. Elang, buni bolangiz bilan birga yeyavering. Voy, bizning qo'ziqimiz to'xtdi. Nima olib shugansiz ukam? Elavering. Rahmatim size. Kızım, Aminəni məktəbdə oxutamıdın?
Endi sizga jafo bo'ldi. Ürümchiga berib jafo tassangizmi? Bir oshxonada ishlab, uni o'qidim. Yaratgan egam sizlarni o'z panoyida saqlag'ay. Allah ishlaringizni o'ng quloq qizim. Mana bu halqani sizdan az bo'lsinmi jinimizga Appa, bunaqa qilmasang qolar qizim. qizim. Elam, mendan boshqa bu yerda narsami? Xo'sh. Xo'sh qizim. Xudoyimga Çoğun abla. Oy. Sizlarni Alloh topshirdi. Ürümchidek cho'ng shaharda boshliqqidek bir makonga erishgil bo'ladi. Hay, sizmi Ürümchiga mangdingizmi? Yo'q, men Aqsuga mangdim. U yerga nima qilib mangdingiz? Aqsu degan paxt shahri pul topqini bo'ladi. Meni qo'shnim bu shaharga ish izlab chiqib, Aqsuning avat degan yerda paxt terib, o'zining turmushini xiyol qamdib oldi. Ustam, men bu yerda chiqib qolsam bo'pti ekan. Texi bekat ekanmidik qo'y. Aqsuda tuqqanlarni uyi vatdi, yo'qlab o'tib ketay degan. Madaqdan, udas men to'xtatib beray, ya. Kam, avatga baramsiz. Avatmağımız. Ha çıksın tutmağımız. Başını çık. Başını chiqamdi. Aldım ben size. Başımika. Lampong. Yaxshimsizlar. Ana, men jiroq yurtdan kelgan, kashib ketdi, bir yan tepib, bir kecha yetib turay degan edim. Menga yordam qilib, biroq qonog'i tepib bergan bo'lsinlari, sirtin o'tinib qolay. Turib turing singlar, men oshxona xo'jayiniga deb boqay. U oshxona qochiydigan odam lozim deganda qilgan. Rahmat. Kelayli mehmonlar, kelayli o'qchigan kebab, polo, mantı, labman, so'rman, aminas, tayyor mehmonlar kelayli. Qizim, men yezdik tuqqanlarimniki berib kelay. Siz yolg'iz qoladigan bo'ldingiz. Jabr tortishlardan xotirjam bo'lsizlar ana. Ma'qul qizim. Men berib kelay. Amal va baldirroq qaytib kelalar. Cho'qim baldir qaytib kelaman qizim. Ma'qul. Xudo xamat. Kechini ato qilmagan bo'lsa,
Biz yana qanchalik jafolarni tatdik. Shukri. Allah, sana rahmet. Mana bosh to'qidek makan, qizimga issiq tomoq berganingga shukri. Bechara qizim, dadangizni istab topsak, qanchalik xo'shib ketasiz-a? Kim o? Bu men Qari akangiz. İşineceğim. Kirish pamati. Avazınızı çıkamam. Bana oğlanıp gitti de. Ben size uzunlu bir yan aşık. Bugün ben buna hocam bir yanı ses. Şükür gitti. Çakın çıkıp gelsinler. Çıkamam. Avazınızı çıkamam. Beni koyuver. Öldürecek. Beni koyuver. Avazınızı çıkamam. Beni koyuver beni. Öldürecek. Babam. Mektepte okumuşlar. Apa ben. Ah, Xudo. Bana neyini deyilib olsam. Men bu bulg'angan jismim bilan qandaq xayriy dalaga uyalayman. Bu hayotdan tor jahon. Ben voz kechay. Qizim tashlab qo'ymaga boraman. O da bizle esir olmaya kalmışsın. Ben bu zaman pek bir yerin gideyim kızım. Apa, bu yerden ketmeyli çok. Bu yerde çok dostlarım var. Yaxşı tamaklarını yiyeleydikenmiz. Bunun da yaxşı dostlarını tapalaysız kızım. Şurun, dibini alma. Ketmeyli çok. Ha, pulumuzu alandınız mı? To'la qoldi. Degan bilan bu yil hali Kirmam yaxshi.
Tağa, mən vaxt təgil baratdım. Arvalarga çıxıb alsam Ha, bolar. boluda. Qani, arıqı çıxan. Rəhmət. Bir qızım. Тұрам. Apam yedi olpa. Çıxıb aldыңlarmı? Çoğ apa sırrını qıstab qoydum mu? Yoq, ay qızım. Qızım, çoğ тұрам, ay. Ye. Qıla. Ye. Qıla. Canım kızım, ne buğansız. Kızım ketkendi. Apa, dadamni qachon topamiz? Çoğum tapmışsınız. Qızım. Mağu doğrunu iş gözü pekan. Paydı qıp qala. Rahmet tağa. Ha, bo'ldi. Canım kızım, acaba kızıp gitvatsız. Qanda qısam bolar. Doktorxanaga barandiq ya. Ha? Qanda qilaman. Xudo, bak qisib ketvatıdı. Qanda qısaq bolar. Qaraganda doktorxanaga apamızaq bo'lmaydigan o'xshaydi. Arvalarını qo'sila, doktorxanaga apirib baqandiq ya tağa. Kevaz çölüm tüygandan keyin mo biz öylerde yetib, silini bak japaga qo'yib qo'ydik.
Özümü xijalab Ondaq demang bolam. Hergiz ondaq demang. Ondaq demang. Əmsə, mən harğını qatay. Qilinroq kedirim. Mızlab qalmasın. Mən çıxay əmsə. Ma'qul, men kiyimlerini giygizim. Ha. Turay kızım. 3 gün bo'ldi. Qizimning qizilmisi faqat yanmayotdi. Qanday qilib? Silinimi jiq ovar qilyapti tog'a. Ko'ngil bu endi. Qanday qilamiz? Xudoyim bir shifolik berar. Xotirjam bo'ling qizim. Saqiyib qoladi. Saqiyib qoladi. Kechimi? 3 kun tortishib qoldik. Ağa, oldu bizni saklamay ketevesler. Doktorxanadan chiqib cho'qim uyga beranjima qizim. Doktor! Doktor! Şapşal bulunla! Bana bu kızıyla yaman kız bulaydı. Ma'qul. Tezrak. Canım kızım, canım kızım. Bega Bega git kızaylı. kızım. Ha ma'qul. Üç günü yakmışında kızı atıdı. Beden temperaturasını ölçüp yakınla. Ma'qul. Qizimiz bak o'rlab ketibdi. 3 qaytim tortishib qoldi. Xudo. Derhal oksigen ekilinla. Ma'qul. Qanday qilaman? U qizayotgan necha kun bo'ldi? 3 kun. Xotirjam bo'ling, yaxshi bo'lib ketadi. Baş doktorunu chaqirayli. Bemorning ahvoli xatarlik. Nima? Bu kız izchil qiziyotgan 3 kun o'tdi. Doktor, Qizingizning ahvoli herhalde yaxshi ekan. Yuring, ishxonaga kirib deyishaylik. ma'qul. O'tiring. Qizingiz hozir xatarlik bosqichdan o'tib ketdi. Qizingizning badani ojiz bo'lg'achqa immun kuchi tuvallab, o'pka yallig'iga giribtor bo'ldi ekan. Xotirjam bo'ling, saqayib ketadi. Ha? Ansirmisingiz bo'ladi. Rahmat doktor. Ha. Balamning ahvoli qanaqroq? Xatarlik bosqichda o'tib ketdi. Xudoga shukr. Endi rasmiyat o'tsangiz bo'ladi. 500 yuan to'laysiz. 500 yuan. Doktor, yenimde bor pulning hammasi mushu ekan. Qizimni davolab turgan bo'lsanglar. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Qizingizning ahvoli xatarlik bo'lg'achqa biz oldin jiddiy qutqizish bo'limiga oldik. Shunga rasmiyatlarni to'liq o'timisingiz bo'lmaydi. Bu doktorxonamizning qoidasi. Doktor, sizlardan o'tinib qolay. Men paxta terib topgan pullarimning hammasi mushu ekan. Men cho'qim bu pulni ishlab qaytaraman. Amal qilib bolamni qutqizib olgan bo'lsanglar. Biz maslahatlashib boqaylik. Bu pulga balangizga yemaklik qilib bering. Doktor, rahmat. Ela. Xeyli anglashilib qapti. Yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat sizlarga. Qizim, hadi dana. Bo'ldi, yetiversin. Qanday? Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib Chiroyingizmi xeyli yaxshi bo'lib qopti. Olmalarni yedim texi. Sirtlar ko'p chiqmang, sovuq narsalarni yeyolmang, ha? Shuningda yaxshi bo'lib qolasiz. Rahmat sizlarga. Hammanglarni avvar qilyaptim. Hech qisi yo'q. Rahmat demang. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Qizingiz oziqliqqa alayda diqqat qilish kerak. Sovuq tegib qolmasin. Pat-pat tekshirtib turing. Az bo'lsa-mu, bu bizning ko'nglimiz.
Qabul qilg'aysiz. Ha, rost. Qizingizning doktor pulini doktorxonadagi doktor sestralar Rahmat to'lab sizlarga. etdi. Rahmat. Hech qisi Yomon yo'q. og'riqib ketdim. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Tatlı qizim. Oy. Qandaq, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Jiq yaxshi bo'lib ketdi. Qizingiz yaxshi bo'lib ketdi. Endi doktorxonadan chiqsa bo'ladi. Rasmiyatni o'tab bo'ldik. Bugun chiqsa bo'lamda. Qizim, bugun doktorxonadan chiqar ekanmiz. Bolang tez. Yaxshi orom eling, ha? Rahmat sizlarga. Rahmat. Hech qisi yo'q. Tez bo'ling. Doktorxonadan chiqamiz. Endi qanday qilsak bo'lar? Mana nadimi issiq uy va yaxshi yemeklik turibdi. Ya nemish qildigan edi. Bu yerda nemish qilaman. Mayli. Men bos bo'lmamdi. Balamni obdan bir qilsam bo'ldi emasmi? Hada, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Bu yerda men qilg'dak ish bormidi. Ha, men bir hamra izlab yurgandim. Do'kunimiz o'zi kichik bo'lgani bilan xaridorlari ko'p. Men sizga rozi bo'lg'udak haq berman. Yotiqingiz mendan bo'ladi. Qandaq ishlamsiz? Ishlayman. Amsi yuring. Ma'qul. Assalomu alaykum. Bugun chiqishim. Qani o'ltiradi. Qani o'tiramiz. Qani marhamat. O'tiramasizlarmi? Rembo'ba. Ishga kirib ketganingizga 1 yil bo'ldi. Endi qaytib keldingiz. Qani, men hurmatingiz. Qani, qo'shamiz, ha? Malang qo'sh, ha? Ha, yerlik musallaslar sig'inib qolgansiz, ha? Sig'inmamdigan. Ayşemgül. Bavu yangi kelgan mehmonlarga choylarni qo'yib, oldinlarini tozalab, tezroq bo'ling. Bu kız Moşiyana kıtkisi. Acayip ya. Kim ya? Bir de bu kaldı.
Soban işkirden telefon kepti. Vay. Ha. Ha. Ha bo'ldi. Ağlardan pulunu elep. Benim karım uruyutanlar. Ha. Gündelik kirimden hemisi benim karım urvetsanlı buludu. Ha, hoş. Assalam mimallah, hoş geldinler. Qani, o'ltiringlar, Sizden o'ltiringlar. gelsen buraya kirip koyamadınız bu arada. Ay, sizlarning kelganlarini o'qimadim men, bu sekretmi emasmi? Uzundan beri ko'rinmadilar, ish kirib ketdi da'vatda. Qachon keldilar? Ha, büyüyen gelişim tehe. Ha, yaxshi. O'ltiringlar. Arlıq yoqab gidip gelsek çıraylık sonra bir dep bakısız var. Shundoq, albatta shundoq bo'ladi-da. Hadi Feyzi var gel sonramız ha. Qandoq ko'zlar tushyapti. Ha, o ne? Ele kışı birine bir yiyişemez hem de. Bu qiz kelganda yoqi, do'konning soti xeyli jurishib ketdi. Ha, biz bu bazaq turdik ekemiz ondaq bu sıfatlat kelip. Shundoqmi? Ayşemgül. Ha, musallasni kadi mana. Agilan ma bera. Bana birin ha. Bu yoq bo'lsa, bizning do'konimizning doimiy xaridori, doim bizga yordam qilib kelyapti. Hali ham shundoq. Singlim, bundan keyin bu yoq kelsa, oldiga chiqib o'tara xaridorligini qilib qo'yasiz. Bugün bu yerde oturup ko'nglim pek ezilib ketdi. Sorunu saat o'zim qilib o'tay. Qancha oldi? 300 ham bo'ldi. Ha. Bu 200 ham ortga ketdi. Ya, eleme. Ay, eleme. Ay, bana Ayşem'den yüzü olsa. Emsa. Rahmat. Ha, ya, rahmet etmeyeceğim sonunda. Ekle afkam tut tane. Hadi, öz kolunuz bilen bir. Feyz kılama. Hey, anda olsa. Hem alıp paranı sabay, elimizden feyz alayla. Hadi. Akşam işkesin çayını, boy endi tuttu kumari.
Näde? Qarana bu yasınışın bo'ptimi? Voy voy. Jinim singlim, guldek içib chiroyli bo'lib ketibsiz emasmi? Odam sati emas, kiyim sati deb qarang turqingizga. Endi sizni hamma odam e'tiborlab ketadigan bo'ldi-da. Yaratishni men yaratdim, yaralmishing o'zingdan deb endi ancha-muncha o'zimizni tuzashtirib yurmasak bizni kim ko'zgiladi? Endi yuring, kirib mehmonlarni kutaylik. Ma'qul. Rimka, sizlarni qaranglar. Ayşemgül, yani birden altamaz ses. Men saltirib kiray. Çokum kiran cumam sen. Kirma. Alnının tayakımı, acıkdının tayakımı. Alnının tayakımı, acıkdının tayakımı. Keçe bolsa oy koyup. Yanışte yakımı. Tacılıp otasam. Keçe bolsa uyku yok yanmıştı. Tacılıp otasam yargıllah. Hayalımga sen geldin yargıllah. Derdim bolsa ihtiyarım Ayşemgullah. Vay. Ben geldim Ayşemgullah. Jinim. Rahmet. Vay. Voy, bunda qilsangiz. Elama. Abla, meni Şey xajalat koyma. qo'ydingiz. Elama. Rahmat amsa. Yok ha. Voy, Elama diyen diken. abla. Ayşemgül. Ayşemgül, başqa ayrımxonada mehmonlarimizni saqlayotdi. Bu yerda o'tiraveramiz. Yok. Ayşemgül, müşeriden işten çıkmışsın. Bunun çıkımını ben özüm söyleyemem. Ya, şuna olsun ha. Rillo ben, undaq degan bilan başqa mehmonlarimiz Ayşemgülni deb keldi emasmi? Ay, abla. Hey, onda olsun. Oldu. 5 minut. Da kördüm kız yeni kırsın. Ma'qul. Şaka menden ha. Bo'ldi. Bunu bir yerde koyup koysam paketla bomboqdek. Ha. Bunu asta kaçtı. İşkirge ekirikti. Muşunun bilen cahannam peyzin sürsem bağdaki ha. Kandak. Onu bir yerde koyup koysam hele o çakırgan, hele bu çakırgan. Adamın peyzin sürdüğün hava gelmesin diye de. Açtı vakit çok tutup
Buni qanday qilaylik? Qog'oz chiqarishlar, bo'g'adiga qanday qilinglar? Shundaymi? Shunday qilaylik. Ayşem, ben sizni ishga gapirib, siz o'ylamagan rahatlanib ketdingiz. Ha? Opamga ne bo'lgandi? Necha kundan beri kunda mehmonlar bilan bo'lib, men bilan faqat qahri yo'q. Opam hech o'zgarib ketdi. Rahmat. Shunday yarashdi, ha? Rahmat da. Rahmat, tinchiligi yo'q. Ilama. Qachon mangamiz? Saat del 5'te xalq maydonida sizni saqlaydi. Ma'qul. Bo'g'changizni epib, o'til chiqib ketamiz. Ma'qul. Siz ma'qash o'tiring. Oppa. Voy chiqib tur dedim-ku men senga. Hey, bir yo'qolg'ina. Hayat ana shundoq. O'z navbatida odamlarni sinaydi. Ba'zilar bardoshlik bersa, ba'zilar o'z baxtini qurbon qilib o'tadi. Aysham ana shu hayotning sinoqlari bardoshlik berolmay, o'zida haqiqiy bor bo'lgan ona mehriga xos jalbkorlikni yo'qotib qo'ydi. U yurtidan ayrilgandimi? Yo'ldishi Rustamni o'ylagandimi yig'lagan? Turmushning g'urbatchiligiga bardoshlik berolmaymi yig'lagan? Mana endi uning qalbidagi mehribonlik allaqachon yo'qab, qizini yaqin yurtga sargardon qilib tashlab, birdamchilik hissiyotning qurboniga aylanib, yot er bilan yiroqqa ketib qoldi. Uni endi qanday qismatlar kutyapti? Bu bizga qorong'u. U bizdan to'limi yiroqlab ketdi. Biroq Aminam makonsiz qoldi. Ishqirga nima bilan bormiz? Ha? Albatta aeroplan bilan. Aeroplan bilan? Ha. Sizning tunji qatim o'tirishingizni deyman, ha? Men o'tirib baxmagan. So'ramada. Ayşemgülni boshqalar bilan ishkirib qechib ketibdi deydi-ku. Bu rostmi? Ha, shunda xo'p qoldi. Men sizga hamroh bo'lay O, deb kirgan. ishini qilab ukam. Birdam o'sinsam u bola. Tuva. Yaxshilikni bilmaydigan. Bu paskina. Eptini o'ngshab qo'ysam, meni yaratma ishlarning cho'ng qichibsan-da. Xat to'xtab tur. Hamon bir kun ko'miganni ko'rib, oldimga yig'lab kelganini ko'ray. Tuva. Bir chiroyli bolasini tashlab qo'ygani ko'rmamdigan. Siz paskina. Opam nega ketdi? Yig'lama qizim. Apangiz og'rib qolib, Urumchiga doktor ko'ringili ketdi. Bo'ldi, yig'lama, ha? Yig'lama qizim. Yig'lama. To'va. Xudoyim, hechap bag'ri tash onalar bo'lib ekan desa. Kelim ketdi. Ona qizini tashlab qo'yib ketganini ko'rmamdigan. Bo'ldi, yig'lama, ha? Oppa. Yig'lama, men bor. Amina, eshik oldini supurib yeting.
Amine, kaçıkçılan jüytem. Amine, mihvallar çarpı yütem. Abba, sen nelerdi jüriydiğin sen? Bana emdi, ben başpanasız kaldım. Zören adam, beni kaçanlıkçı baka. Bir küllerde, beni öğüdümü kolu yütemdi teği. Tezrek kaytıp gelgin abba. Mendek aciz kızınca için ağrısın. Kanda kızım olar. Yetiştikçiliğim kalmadı. Başka yetim işi izle bakayım. Ne yapalım, seni resim düşürüp koyay ya? Ne bir kız oturdu o? Bir şey oldu. Çırapalım, kara bakayla. Sınlım, ne boldunuz? Bu yerge birisini izlep gelmediniz? Yok, atanam yok. Kıradığın öyüm mu? Kıradığın cahim mi yok? Bir şey oturdu. Mening uyumuş yakın etrafta. Siz birisini izlep kelganmidingiz ya? Yo'q, ish izlep kelgan. Qayerdan keldingiz? Xotandan. Xotandan? Ha. Alloh, qizni. Odam to'nglab ketyapsa, yolonli kiyinyapsiz. Juring. Men sizni uyga olib ketay. Hadi, qandoq ish bo'lsa qiladi.
Tağınız ana şundaq aldıraşsınlar. Öyge pek az kelidi. O ticaret bilen aldıraş bolğaşqa men öyde daim yalğız qalaman. Mana endi siz ba, men xatirjam boldim. Hada, sizning boshqa urug'tib qoldiringiz yo'qmi? O'zingiz yalğızlama. Ba. Apam kichik vaqtimda tugab ketgan. Dadam tugab ketgandan keyin men tağınız bilan tanışıp qaldim. Tağınız yoq yurtliq. Yada hech qanday urug'tib qoldirmaydi. Urug'tib qoldiri yo'q? Ha. Sizningcha o'zingiz to'g'riliq so'zlab bermdingiz-ku. Mening hech nimam yo'q. Dadam kichik vaqtimda yurtdan chiqib ketgan. Opam keyin meni tashlab ketdi. Sizga so'rdim. Qizim, siz sirtga chiqib o'ynab turing, ha? Men adingiz bilan paranglashib olay. Mana, opamning so'rdi. Bu opangizmi? Ha, opam. Opangiz sizni balkim izlayotgan do'stingni. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Bundan keyin mush uyda turing. Har qanday ishingiz bo'lsa, men ega bo'laman. Siz men hamroh bo'lasiz. Sizga men hamroh bo'laman. Bundan keyin qanday ishingiz bo'lsa, men desangiz bo'ladi. Bo'ldi, ishqilmang. Rahmat. Ko'nglingizni yerim qilmang singlim. Bo'lamdi, ha? Bechara qiz. Voy! Balalar. Keling. Shundaqmi? Ha? Dada, o'g'lim, kela. Jironlar, apanglarni qishga boraylik, ha? Voy. Nim bo'ldi sizga? Ha? Mijozim yo'q. Oshqoznim pek og'rib ketyapti. O'tam qo'zg'ilib qolgan o'xshaydi. Bugun atdigan til yaxshi edingiz-ku. Shu atdigan til yaxshi edi. Tushdan keyin shundoq og'rib ketdi. Doktorxonaga opraymi-ya? Bo'ldi. To'g'ri ichib oldim, o'ngishilib qolaman. Ha, kelinglar balalarım. Amina? Tomoq tayyor bo'ldimi? Kelinglar qizim. Tog'ingizning quloq suvi akirgan singlim. Chaqqan bo'ling. Xotin. Bu qizni mishal ishiltiyveramizmi? Ishiltiyveramisak, bu yurtda bizdan boshqa hech qanday urug' tuqqani yo'q ekan, dadisi. Shunga Qizim, bu yoq o'ting. Ha, meyoq keling. Dadamni qishda o'ltiraychi. Bu yoq o'ting, ha. Doktorxonaga bugun tushdan keyin opiray. Ma'qul. Amina bo'lgandan keyin balladim xotirjam bo'ldim. Doktorxonaga borsam boray. Ha, shunda qilaylik. Bugun tushdan keyin boraylik, ha? Ma'qul. Beringlar balalarım. Qo'linglarni yuvib olinglar, ha? Volkom. Bu qizning ishlari senga yaravodimi? Elinglar. Ha. Olam yaqin kelinglar balalarım. Sizlarga go'sht yeb beray, ha? Yaqin kelinglar. Ma o'g'lim. Kelinglar qizim. Elinglar qizim. Sabzini yemamay go'shtni yeng. Toza tavom yo'q. Xotirjam bo'ling, xotin. Keslingizni o'zim davolataman. Olovkom. Oy, singlim, sizmi kep ya? Bek tatinchaqkan, sizni xijil bo'yotdi. Amsa uyimizda turg'izsaq bo'g'dak.
chapsan bo'laylik, doktorxona kechib qolamiz bo'lmasa. Ha, ma'qul. Voy, paltoringizni kiymabsiz. Amina, Paltorimni ag'i chiqma. Siz mashinaga chiqib turing, men hozir chiqaman. chapsan bo'ling. Ha. Voy, appa qizim. Dada, Ha, kela o'g'lim. Qanday topshiriqlarni obdan ishlagansan? yaxshi shildi. Ha, yaxshi. Hadam qandaqroq yaxshi bo'lib qoldimi? Xotirjam bo'ling. Pat yaqinda yaxshi bo'lib ketadi. Amina, Ha? bu yoqqa keling. Men balani doktorxonaga olib kelay. Siz o'qishib, suyuqash etib qo'ying. Ma'qul. Yura balam. Doktorxonaga boramizmi? Ha? Balalarım, apanlarni ko'ygunlar kelganda. Ko'kimiz keldi. Yotoqqa kirgandan keyin jidal qilmanglar, ha? Ma'qul. Ha, mana apanlar mush yotoqda. Ha, qani kiringlar. Oppa. Ko'kim kelib ketdi, oppa. Qanday, xeyli yaxshimi? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim. O'zingizchi. Yaxshi. Balalarni ko'ygingiz kelib qolganda? Ko'gim keldi. Amina uyda qolgan o'xshamamdi. Ha. Haras, kechda u suyuqash etib qo'ydigan bo'ldi. Suyuqroq assinamsa. Bo'ldi, men berib akelay. Amina, Ha? bu yoqqa keling. Keldingizmi, aka? Ha. Tomoq tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi. Kirib chiqing. Ma'qul. Tayyor bo'ldimi? Ha. Tayyor bo'ldi. Amina. Sizga deydigan gapim bor edi. Aka, nimada qilgansiz, aka? Boshqa gapni anlatmoqchisiz. Aka, unda qilma. Aka, aka, nim qilgansiz? Aka! Hey. Ha, ma'qul, molni besaveringlar. Ha, xotirjam bo'linglar. Pulni cho'qim yetkazib beraman. Xo'sh.
Amine! Amine! Reyhan, Keldingizmi? çatak bo'ldi. Nim bo'ldi? Amine, u yo'qturdi. Voy, nim deydigansiz? U ne ketgandi? Tamam, ben uxlamadim. Qo'shnilarnikiga kirib baqdingizmi? Kirdim, u yerdimi yo'q? Narsa keraklar bormi ekan? Uni bilmadim. Ishqilib men uyga kirsam hech kim yo'q. Sestra. O kunda evdan uyga boradigan jiddiy ishim chiqib qoldi. Asta, baldir elivassak bo'lmaydi. Hozirlik kelima. Siz bormisingizmi bo'ldi, malla boray. Bormisam bo'lmaydi. Tozim iş yoktu canım. Amine deşko bu. Asta. Amine. Amine. Rustam, aytama Aminam zot ne ketdi? Men uyga kelsam yo'q-ku. Bu Nasr turmamdi amsa. Uni bilmadim. Ketgan bo'lsa ajab, opasi bilan tushkarasini olib ketmabdi. Nimani? Rustam, aytama, zot o'qimamsiz? Ne ketdi? Men nedim bilay? Wah, keling abalam, keling. Oh, balam. Berang, apangizga qishib bering. Berang. Nima? Bu Amine'nin apısıma? Ha, Amine'nin apısı. Bu Amine şu. Aytama. O zot ne ketdi? Bu Amine mi? Xo'p. Men 1-2 yil sirtqa chiqib pul tepib kelay. Bu turmushda qandoq jinimizni beqib ketalaymiz, ha? Siz kessiniz, qizim bilan men yemeklarni ko'raman. Mush malida kiydigan kiyimimiz yo'q, yeydigan ishimiz yo'q. Xalq olamalda sat emasmi? Siz apangizga qishib berib turing. Mush ketgancha qachonlik qaytib kelasiz? Onu bir nim degili bo'lmaydi. Balkim 1-2 oy yoki bo'lmasa 3-4 yil ketadi. Yo'q.
Yo'q, bo'lmaydi. Men sizning chiqishingizga qat'iy qo'shilmayman. Mening sizni beqish majburiyatim bor. Barsam boraman, bormasam boraman. Qandoq degan gap bu? Bu nasıl Amine ama? Siz Ah Xudo. Aminani nima qildingiz? Hayot meni kechirim. Kechirim. Mendan kechirim so'rayapsiz. Canım kızım. Aminani dodsimisiz? Amine. Canım kızım. Reyhanada Amine adamni mashinasi qo'yibdi. Tez bo'ling. Voy! Xudo! Rustam! Rustam! Apa, men burada o'ynayman. Canım kızım, sirtga chiqib. Do'stlarimiz bilan o'yna. Ma'qul. Chiqib qizim. Apa, yig'lama. Rahimin. Amin. Amin. Allahu Ekber. Rustam, bizning 9 yillik hayotimizda nurg'un baxtli kunlarimiz bo'lgan edi. Men endi o'zingizga balangizga qildingiz. Birdamlik hissiyatning qurboni 14 yoshli qizingiz Aminani bu hayotdan umidni uzishga majbur qildi. U shafqatsiz dadasining yana qo'yildi. Lekin u sizning o'z dadasi ekanligini biladi.